Bugun sizlar bilan fasllarning turkcha aytilishini va mana shu fasllarda ko'pchilik qiladigan xatoni ko'rib chiqamiz. Qish, ilk bahor, yoz, sonbahor, kuz. Ko'pchilik qiladigan xato bu fasllarda da qo'shimchasining qo'llanilishi. Turk tilida 4 ta faslda ham da qo'shimchasini qo'llashimiz bu grammatik jihatdan to'g'ri. Lekin turk tilida odatda yoz va qish fasllarida biz da qo'shimchasini qo'shib qo'llamaymiz. Ya'ni yozda demoqchi bo'lsak, biz yozda emas, yazın so'zdan foydalanamiz yoki qishda demoqchi bo'lsak, biz qishda emas, qishin so'zdan foydalanamiz. Lekin ilk bahor va sonbahor so'zlarida da qo'shimchasini qo'llashimiz mumkin. İlk bahorda yoki sonbaharda deb ayta olamiz. Misol uchun, qishin çok qor yog'yor. Qishda juda ham ko'p qor yog'adi. İlk bahorda chechaklar ochiliyor, bahorda gullar ochiladi. Yazın çok sıcak oluyor. Yozda juda ham issiq bo'ladi. Sonbaharda yapraklar dökülüyor, kuzda barglar to'kiladi. Bu kabi videolar uchun menga obuna bo'lishni unutmang.